Assalomu alaykum. Efirda 7 kun axborot tahliliy dasturi. Uning tafsilotlari bilan studiyada Bobur Mirzo Mirzahmedov hamda Munojot Kamolova. Dasturimiz orqali siz hafta davomida Andijon viloyatida yuz bergan eng muhim voqealar va yangiliklar bilan tanishish imkoniyatiga egasiz. Bugun butun dunyo bo'ylab pandemiya inqirozi ketayotgan ayni paytda mamlakatimizda mana shunday murakkab sharoitda ham bir fursatga bo'lsa-da to'xtatilmay jadal faoliyat yuritishi ta'minlanayotgan bir soha borki, bu qurilish sohasidir. To'g'ri aytasiz. Uzoqqa bormaylik, birgina viloyatimizning qaysi hududiga bormaylik, karantin sharoitida ham barcha qoidalarga amal qilgan holda qurilish bunyodkorlik ishlarining jadal olib borilayotganligini guvohi bo'lishingiz mumkin. Biz bejiz dasturimiz avvalida aynan qurilish sohasiga e'tibor qaratmadik. Men aynan mana shu narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Xabaringiz bor, muhtaram prezidentimizning farmoniga asosan avgust oyining 2-yakshanbasi O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasi xodimlari kuni deb e'lon qilingan va bir necha yildan beri ushbu sana bayram sifatida munosib nishonlanib kelinmoqda. Viloyatimizda ham bugun chin ma'noda professional darajadagi quruvchilar kompaniyasi shakllanib ulgurdiki, bugun barcha joylardagi bunyodkorlik ishlari misol bo'la oladi. Ularning mehnatlarini munosib rag'batlantirish maqsadida viloyat hokimligida tantanali yig'ilish bo'lib o'tdi. Dastlab shu haqida. Ayni paytda butun dunyoda koronavirus pandemiyasi kuzatilayotganiga qaramay, viloyatimizda ulkan bunyodkorlik ishlari jadal suratlar bilan olib borilmoqda. Karantin qoidalariga qat'iy tarzda amal qilib faoliyat ko'rsatayotgan usta quruvchilar bu borada ayni paytda o'ziga xos jasorat namunalarini ko'rsatishmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov boshchiligida o'tgan yig'ilishda ham viloyat rahbari aynan shu jihatlarga alohida e'tibor qaratdi. Qurilish sohasi xodimlari kuni munosabat bilan o'tkazilgan tantanali yig'ilishda mutasaddi tashkilot vakillari, shahar va tuman hokimlarining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosarlari va qurilish korxonalarining rahbar mutaxassislari ishtirok etishdi. Uning davomida ayni paytda butun respublikamizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham keng miqyosli bunyodkorlik ishlari olib borilayotgani ta'kidlab o'tildi. Viloyat rahbari zamonaviy va ko'rkam bino inshootlarini qurish, viloyatimiz husniga husn qo'shib, aholi turmush tarzi va farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi bino inshootlarini qad rostlashida jonbozlik ko'rsatayotgan bunyodkorlarning mehnatini e'tirof etgan holda bugungi bayram bilan soha xodimlarini muborakbod etdi va ayyom sababchilariga o'zining samimiy tilaklarini bildirdi. Aziz bunyodkor quruvchilar, sizlar orqali viloyatimizning barcha quruvchilarini kasb bayramingiz bilan samimiy tabriklashga ijozat bergaysizlar. Sizlar muhtaram prezidentimizning yaratuvchilik, bunyodkorlik qudratini, maqsadini tez anglab olasiz. Milliy va zamonaviy me'morchiligining barcha tajribalaridan ijobiy foydalangan holda viloyatimizda qurilayotgan binolarimizning salobatli, ko'rkam qurilishiga erishmoqdasizlar. Viloyatimizda 2020-yil 6 oylik yakuni bilan moliyalashtirishning barcha manbalari hisobidan 600 milliard so'mdan ortiq pudrat ishlari bajarildi. Viloyatimiz aholisining uy-joyga ehtiyoji yuqoriligini inobatga olib, bu yil jami 118 ta 6248 ta xonadonlik 5, 7, 9 va 16 qavatli uy-joylar qurilib, yil yakuni bilan foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Bu yutuqlarda buyurtmachi tashkilotlar, loyihachidan tortib arxitektura qurilish nazorat organlari mutaxassislari, qurilish materiallari ishlab chiqarayotgan korxonalar, quruvchi ishchilardan tortib injener texnik mutaxassislarning hamkorlikda mehnat qilayotganligi asosiy mezon bo'lmoqda. O'tgan qisqa davr mobaynida viloyatimizda salohiyatli, ixtisoslashgan pudrat tashkilotlari shakllandi. Ularning rahbarlari va ishchi mutaxassislarining kasb mahorati ortib bormoqda. Ularning mehnati ham munosib tarzda taqdirlanib borilmoqda. Yana bir marta bugungi shu muhtaram prezidentimizning alohida farmonlari bilan qurilish xodimlari kuni bayrami bilan shaxsan o'zim nomidan, viloyat hokimligi nomidan, Andijonimizning shu 3 milliondan ortiq xalqi nomidan hammalaringni samimiy tabriklayman. Ilohim avvalambor o'zlaringga Xudo kuch-quvvat bersin, sog'lik salomatlik bersin, ishlaringga omad bersin, sabr toqat bersin, xodimlaringga tinchlik bo'lsin, to'ylar qillaring, shu to'ylaringda xizmat qilaylik birgalashib, kelajakdagi ishlaringlarda hozirgi men aytgan yangi O'zbekistonni qurishda shu juda katta yo'lga chiqib olganmiz. Men bitta narsadan tarafdorman, shu sizlarni o'zlaring qatordan xato olmasdan shu tegirmon aylanib doim bir-birimizni oldimizda yorug' yuzman ko'rishib,
shu xalqimizga, muhtaram prezidentimizning komandasida halol uzoq yillar ishlash hammamizga nasib qilsin. Faqat yaxshilik tilab qolaman. Bayraming yana bir marta qutlug' bo'lsin hammalaringga. Ayni chog'da viloyat rahbari bugungi kunda qurilish tashkilotlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash uchun qator choralar ko'rilayotganini aytib o'tdi. O'z navbatda sohaga ilm-fan yutuqlarini joriy etish, malakali va har tomonlama yetuk kadrlarni jalb qilish pirovardida bu boradagi sa'y-harakatlar ijobiy natija berishida muhim omil hisoblanishini tilga oldi. Shundan so'ng viloyat rahbari viloyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan zamonaviy va ko'rkam korxonalar, turar joy va ijtimoiy soha obyektlarini bunyod etishda o'rnak ko'rsatgan bir qator quruvchilarni faxriy yorliq bilan taqdirladi. Bunday e'tibor va e'tirofdan ruhlangan bunyodkorlar esa bundan keyin ham yurtimizda olib borilayotgan qurilish ishlarida astoydil mehnat qilishini o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishdi. Qurilish sohasi xodimlarining kuni bilan tantanali ravishda viloyat hokimi Shuhratbek Ko'chovich quruvchilarni taqdirlab hamda bugungi bergan bizga vaqt ajratib faxriy yorliqlar berdi. Mana qurishga yana avjimizni olib bundan yana qattiq ishlashga harakat qilamiz. Andijon viloyati xalqidan, Xonobod shahar hokimligi nomidan tabriklaymiz. Quruvchilarni kasb bayrami kuni munosabati bilan viloyatimiz rahbari e'tibor berib, har birimizni bayram bilan tabriklaganidan juda ham xursand bo'ldim. Ozgina bo'lsa ham e'tibor har qanday insonni ruhlantiradi. Shuning uchun biz yana ham kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shilib, yana ko'p binolarni Andijon viloyatimizni ko'rkam qilib barpo etish uchun hissamizni qo'shgani yana ham bir qandaydir o'zimizda haligi energiya oldik desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Fursatdan foydalangan holda shu Andijon viloyatidagi barcha quruvchilarni kasb bayramlari bilan tabriklayman. Oilalarga tinchlik, xotirjamlik, salomatlik tilayman. Darhaqiqat, qurilish sohasi har qanday mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida muhim rolni o'ynaydigan jabha bo'lib hisoblanadi. Qurilish materiallarini ishlab chiqarishdan tortib to ulug'vor bino qad rostlashiga qadar bo'lgan jarayonlarda yurtdoshlarimizning bandligi ta'minlanadi. Qolaversa, har jihatdan mukammal tarzda foydalanishga topshirilgan bino inshootlaridagi faoliyat natijasida iqtisodiy ko'rsatkichlar yanada yaxshilanishi shubhasizdir. Bugun nafaqat respublikamiz, balki butun viloyatimizni ulkan qurilish, bunyodkorlik maydoniga mengzash mumkin. Hududlarda investitsiyaviy va mahalliy dasturlar asosida yangi korxona va tashkilotlar, ijtimoiy soha obyektlari yuqori sur'atlarda qurib bitkazilmoqda. Shunday ekan, bugun kasb bayramini nishonlayotgan, iqtisodiyotimiz mustahkamlanishiga o'zining munosib hissasini qo'shayotgan usta quruvchilarga biz ham o'z navbatda bunday sharafli ishni bajarishda muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Viloyatimizda koronavirus pandemiyasi davri uchun 13.820 ta joy zaxira qilingan. Shundan 10.200 ta o'rinli chetdan kirib kelayotgan va kasallikka gumon qilingan fuqarolarni 10 kunlik karantinda saqlab turishga mo'ljallangan joylardir. Ushbu joylar zaruriy tibbiyot jihozlari, dori-darmonlar bilan ta'minlandi. Nima deb o'ylaysiz? Xo'sh, shifokorlar, Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari favqulodda vaziyatga tayyormi? Murakkab jarayonda qaysi tizim qanday tartibda ishlash haqidagi muhim ko'nikmalarga ega? Ana shu savollarga javob olish maqsadida kengaytirilgan o'quv amaliy mashqi tashkil qilindi.
Andijon viloyatida koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olish va kasallik yuqtirgan bemorlar uchun zarur shart-sharoitlar tayyorlash yuzasidan aniq chora-tadbirlar olib borilyapti. Hozirda 10 mingdan ortiq bemorni davolash uchun yangi shifoxonalar tashkil etish ishlari davom etmoqda. Andijon ixtisoslashgan Olimpiya zaxiralari maktab-internati. Bu joyda ham bemorlar uchun koykalar hozirlandi. Hududga tashrif buyurgan viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov yaratilgan sharoitlar bilan tanishar ekan, bugungi kundagi eng muhim masala aholi salomatligini himoya qilish, bemorlarga sifatli va samarali xizmat ko'rsatish hamda davolab yana oilasi bag'riga qaytarish ekanligini ta'kidladi. Hozirda ushbu davolash kompleksi zarur vositalar, tibbiy texnika va anjomlar bilan jihozlandi. Maxsus kichik kislorod stansiyasi ham tashkil etildi. Mutaxassislarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, ushbu apparat bir vaqtning o'zida 500 nafar bemorga kislorod yetkazib beradi va nafas yetishmovchiligi bilan bog'liq holatlarni oldini olishga zamin yaratadi. 120 nafar tibbiyot xodimlari zaxirasi yaratildi. Viloyatimiz bo'yicha 9700 dan ortiq vrach hamda o'rta tibbiy xodimlar o'qitib tayyor qilingan zaxiramiz bor. Hozirgi kunda 500 dan ortiq vrachlarimiz imенно shu Covid kasalligida davolash, reanimatsiya qilish bo'yicha o'qitilyapti hozir. Zaxiralarimiz hammasi tayyor. Maxsus o'quv kurslari tashkil qilinib, yuqori malakali olimlardan iborat o'qituvchilar bularni o'qityapti hammasini. Hamma vrach uni mutaxassisligidan qat'iy nazar hammasi Covid-19 ga davolash hamda boshqa muolajani qilish bo'yicha o'qitilyapti. Viloyat rahbari bu joyda faoliyat olib borish uchun kelgan tibbiyot xodimlari, mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Bugungi jahondagi vaziyatdan ogoh bo'lib, sodir bo'lishi mumkin holatlarga shay turishimiz kerak deya aytib o'tdi va favqulodda holatlar sodir bo'lganda xodimlar harakatlanishining o'quv mashg'ulotini kuzatdi. 700 ta bemorga mo'ljallangan joyda o'quv mashg'ulotlari bugun olib borildi. O'quv mashg'ulotlarining asosiy maqsadi tibbiyot shifokorlari brigadalarini shay holatga keltirish, butun bugungi kundagi mana shu har xil turdagi bemorga, ularni vaziyatiga zarur bo'lishi mumkin bo'lgan tibbiy jihozlar, kerakli maslahat, qaysidir bemorga faqat psixologik maslahat kerak bo'lishi mumkin, qaysinisiga shoshilinch yordam kerak bo'lishi mumkin. Shu holatda bu ko'rib turgan sport inshooti bugungi kunda 700 ta bemorga shay holatga keltirildi. Undan 10%, ya'ni 70 ta koyka alohida reanimatsion tartibda tayyor holatga keltirildi va 700 ta koykaga 100% kislorod ballonlari ulanib, bugungi kunda birinchi yordam ko'rsatilishga shay holatga keltirildi. Shu jarayonda tibbiyot xodimlarini hammasi o'zining joyi, qayerda turish kerak, kimga javob berish kerak, nechta koykaga javob berish kerak, qanday qilib bir bilan muloqot qilish kerak, qay tartibda tashkil qilishni bularga o'rgatish maqsadida shu jumladan ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar xodimlari, sanitariya epidemiologiya markazi xodimlarini tayyorgarligini shay holatga keltirish maqsadida o'quv mashg'ulotlar o'tkazilyapti. O'quv mashg'ulotlariga eng yuqori ssenariy, ya'ni 700 kishilikka mavjud bo'lgan brigadalar tayyorlanib, ularni shay holatga keltirildi va 200 kishilikka bugungi kunga birinchi, ikkinchi brigadalarda o'quv mashg'ulotlarida qatnashishiga guvoh bo'lib turibmiz. O'ylaymanki, eng asosiysi bu joylardan foydalanmaymiz, lekin favqulodda holatga bugungi kunda Andijon viloyatida barcha shu mutasaddilar va tegishli joylar, tibbiy jihozlar tayyor holatga keltirilgan. Bugun pandemiya davrida fuqarolarimizni ushbu virusni yuqtirib olishlarini oldini olish hamda zararlanganlarni davolashdek murakkab vazifani sidqi dildan ado etish yo'lida nafaqat tibbiyot xodimlari, balki barchamiz birdek mas'ulmiz. Bunda albatta tibbiyot xodimlari mas'uliyatini yanada oshirish, shuningdek mahallalarda istiqomat qilayotgan aholi vakillari orasida kasallikning keskin avj olib ketishini oldini olish borasida mahalla va salomatlik institutlarining hamkorligi bugungi sharoitning asosiy talabidir. Viloyat hokimligida o'tkazilgan sim orqali yig'ilish davomida masalaning ana shu jihatlariga alohida e'tibor qaratildi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Andijon viloyatining barcha tibbiyot muassasalari rahbarlari, xususan qishloq vrachlik punkti, oilaviy poliklinikалari mutasaddilari bilan onlayn uchrashuv o'tkazdi. Muhtaram prezidentimiz shunaqa vazifa qo'ydi. Bir oyda ichida shu tizim mahalla qishloq vrachlik punkti degan tizim ikkalasi hamkorligi qon aylanishi shart. Agar bugungi aytgan tizimim nima savoling bo'lsa men javob berishga tayyorman. Nima muammoing bo'lsa yechib berishga tayyorman. Andijon xalqiga, menga ishonib turgan xalqqa javob berishim kerak men.
bugungi yig'ilish shu ikkala tizimni uyg'otish hamda vijdon yig'ilish, xalqimizni shu mana shu balo qazolardan eson omon olib ketish bo'yicha birinchisi. Ikkinchisi shu balo qazo kelgan paytda qiynalayotgan qatlam, xalqimizni qiynalayotgan qatlamiga hammamiz bir bo'lib Andijonda mana aytyapman, meni boshchiligimda mana shu bugun bekarchi odam chaqirganim yo'q bu yig'ilishga. Shunga ответственный, shunga javob beradigan, shuni ustidan oylik olayotgan, shunga javob beraman deb o'tirgan odamlarni chaqirdim. Agar yana bir marta aytyapman, shu ishlarni qilishda nimadir davlat tomonidan, men tomonidan qilinishi kerak bo'lgan masala bo'lsa, bemalol ana mikrofon bu zaldagilarga ana pastda turibdi, hammaning oldingda mikrofoning turibdi. Chiqib ayt. Menga mana sharoitni qilib berdi, qilib bera olmasa men sendan talab qilmayman. Salomonligim yetgan yerigacha o'zimni halovatimni o'ylamasdan bugungi aytgan vazifani shu yerda o'tirib bajaraman men. Mana shunday og'ir kunda. Unda asosiy masala pandemiyani tarqalishini oldini olish, aholi orasida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish hamda birinchi tez tibbiy yordamni o'z vaqtida olib borish bo'ldi. Shu kunlarda fuqarolar tomonidan tez yordamga turli yo'nalishlar bo'yicha 3000 dan ortiq qo'ng'iroqli murojaatlar bo'lmoqda. Viloyat rahbari buning asosiy sabablari hududiy poliklinikalar, xususan patronaj xizmatining to'liq ishlamayotgani bo'lishini aytdi. Chunki patronaj xizmati aholi orasida doimiy yurib, ularning salomatligini to'liq nazorat qilsa, kasallanish soni ham aholining tez tibbiy yordamga murojaati ham kamayadi. Patronaj faoliyati viloyat rahbari tomonidan keskin tanqid qilindi va mutasaddilarga bu borada tizimli ishlar olib borishlik bo'yicha topshiriqlar berildi. Minglab patronaj xodimlari bor. O'zi patronajning vazifasi nima o'zi? Kabinetda o'tirishmi, QPda yoki eshik-meshik yurishmi vazifasi? Bitta narsani tushuninglar, patronaj degani bu eshik-meshik yurish kerak. Har bittasining xonadonlari bor, belgilangan. Uchastkasi bor har bittasini. Ana shu yerda bu tibbiy madaniyatni aytganda kasal bo'lishni oldini olish uchun xizmat qilish kerak. Yurgani yo'q patronajlar. Ikkinchisi, men senga sharoit berishga tayyorman. Telefon desang telefon beraman, sim karta desang sim karta beraman, pulni to'lasang pulni to'lab beraman, mashina desang mashina qilib beraman, oziq ovqat qilib bersang oziq ovqat qilib beraman. Lekin 24 soatli tizimga o'tib, shu patronaj, shu KPni mudiri, shu mahallaning raisi hamkorligida mahallasida qilt etgan odamni tez yordamdan ham ko'ra birinchi qilib bilish kerak. Hozirda hududiy poliklinikalarda o'rtacha 40-60 nafardan patronajchilar mavjud. Endi navbatchilik asosida qishloq vrachlik punkti va oilaviy poliklinikalar ish faoliyati 24 soatlik rejimga o'tkaziladi. Maqsad aholi o'rtasida kasallikning barcha turlarini oldini olish. Viloyat rahbari buning uchun tibbiyot xodimlariga barcha sharoitlarni yaratib berishga tayyor ekanligini bildirdi. Moddiy texnik bazalar ham to'liq yaxshilanadi va bugungi talablar asosida shakllantiriladi. Eng birinchi navbatda poliklinikalar ekspress testlar bilan ta'minlanadi. Bu koronavirus bilan zararlanganlarni tez fursatda aniqlash va kasallikni tarqalishini oldini olishda katta ahamiyat kasb etadi. Ayni kunlarda viloyatning barcha shahar va tumanlarida jami 10.200 o'rinlik shifoxonalar tashkil etilmoqda. Ularning 4.000 ko'ykasi to'liq kislorod bilan ta'minlanadi. Shuningdek, 1000 dan ortiq mini kislorod oksigeneratorlari olib kelinmoqda. Tashkil etilayotgan shifoxonalar uchun ham oliy va o'rta tibbiyot xodimlari zaxirasi yaratildi. Kasallik zanjirini uzishda mutasaddilar va shifokorlarga fuqarolar tartib, qoidalar va ko'rsatmalarga to'liq amal qilgan holda yordam berishi mumkinligi aytildi. Bilinglar, shu xalqimizni taqdiri, xalqimizni ertangi shu balodan sog' salomat chiqib ketishi meni boshchiligimda shu zallarda o'tirgan aziz insonlarni qo'limizda turibdi. Bizni beparvo bo'lishga, bizni befarq bo'lishga hech kimimiz haqqimiz yo'q. Dasturimiz davom etadi. Davlatimiz rahbari raisligida joriy yilning 6 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida oliy ta'lim muassasalariga qabulni tashkil etish va 2020-2021 yilgi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish hamda imtihonlarni stadionlarda tashkil etish bo'yicha zarur topshiriqlar berilgan edi. Viloyatimizda ham bu borada amaliy ishlar boshlab yuborildi. Imtihonlarni o'tkazish uchun maxsus joylar tanlab olinib, barcha zarur ishlarni amalga oshirish uchun mas'ullardan iborat ishchi guruh tuzildi. Navbatdagi lavhamizda bu borada batafsil so'z yuritiladi.
Abituriyentlarning xavfsizligini ta'minlash va koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida viloyatimizda ham kirish imtihonlari stadionlarda o'tkazilishi belgilandi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov abituriyentlarga qulay sharoitlarni yaratish, imtihonlarni shaffoflik va adolat tamoyillariga asoslangan holda o'tkazishni ta'minlash maqsadida Barkamol avlod sport majmuasida bo'ldi. Viloyatdagi mutasaddi, boshqarma tashkilot va korxonalarning rahbar mutaxassislari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda viloyat rahbari imtihonlarga tayyorgarlikni jadallashtirish, bunda barcha jihatlarga e'tibor zarurligini ta'kidlab o'tdi. Xususan, yoshlar tomonidan karantin qoidalariga amal qilinishini ta'minlash, abituriyentlarning xavfsizligiga e'tibor qaratish, hududga tashqi kuzatuv kameralarini o'rnatish, elektr energiyasi va ichimlik suvini uzluksiz yetkazib berish singari masalalar muhokama qilindi. Viloyat rahbari bunda asosiy e'tibor dezinfeksiya ishlarini amalga oshirishga, har bir abituriyentning tana haroratini o'lchash, isitmasi bor yoshlarni alohidalashga qaratilishi zarurligini ta'kidlab o'tdi. Ayni chog'da imtihonlar salqin va mo'tadil havo haroratida topshirilishi uchun stadionlarda zarur choralarni ko'rish ham muhim bo'lib hisoblanishini aytib o'tdi. Ayni chog'da imtihonlarni nazorat qiladigan mutaxassislar uchun maqbul sharoitlarni yaratishga ham alohida e'tibor qaratildi. Shu bilan birga viloyat hokimi hududda yong'in xavfsizligini ta'minlash, tez tibbiy yordam mashinalarining ajratilishi, hududni obodonlashtirish, sanitariya-gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish zarurligini uqtirib o'tdi. Shuningdek, tayyorgarlik ishlarini qisqa muddatda va sifatli tarzda yakunlash bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlarni berdi. Ta'kidlash joizki, mazkur hududda jami hisobda 4200 o'rinli joy tayyorlanadi. Bir kunda 2 navbatdan imtihon bo'lib o'tadi. Oliy ta'lim muassasalariga topshiriladigan imtihonlarni 11 kun ichida yakuniga yetkazish rejalashtirilgan. Joriy yil viloyatimizda abituriyentlar soni o'tgan yilgiga nisbatan 42% ga ko'p bo'lib turibdi. Shu bois viloyat rahbari boshchiligida hozir boshlangan tayyorgarlik ishlari aynan ularning imtihonlardan yorug' yuz bilan o'tib olishini ta'minlashi shubhasiz ekanligini aytib o'tdi. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan 15 avgustgacha kuchaytirilgan tartibdagi karantin qoidalari belgilangan. Har bir viloyat komissiya shtabiga mavjud vaziyatdan kelib chiqib, o'z hududlarida karantin qoidalari me'yorlarini belgilash berilgan edi. Viloyat komissiyasida ushbu masala qay tartibda hal etilmoqda degan haqli savol tug'iladi. Keling, bu mavzuga navbatdagi lavhamiz orqali javob izlab ko'rsak. Marhamat. Xo'sh, nega viloyatimizda karantin qoidalari yumshatilmoqda va qaysi bosqichlarni qamrab oladi degan haqli savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin barchada. Keling, tahlil qilib ko'raylik. Viloyatda jami umumiy ovqatlanish shoxobchalari faoliyati bilan shug'ullanuvchi 389 ta tadbirkorlik subyekti mavjud bo'lib, ularda 4000 dan ortiq fuqarolar ishlaydi. Agar shu 4000 insonning oilasi bilan hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha 15000 fuqaroning tirikchiligi o'tmoqda. Ular o'rtacha hisobda oyiga xodimlarga 9 milliard 650 million ish haqi hamda davlatga 854 million soliq to'laydilar. Viloyatimizdagi mavjud bozorlar hamda savdo komplekslarida 19780 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritib, ularning qo'l ostida o'rtacha hisobda 42 mingta fuqaro mehnat qiladi. Ularning ham oilasi bilan qo'shib aytsak, 160 ming nafar insonning tirikchiligi o'tmoqda hamda davlatga 2 milliard so'm oyiga tushum tushyapti. Viloyatda 1029 ta go'zallik saloni hamda sartaroshxonalar mavjud bo'lib, ularda o'rtacha 4000 ta fuqaro faoliyat yuritadi hamda oilasi bilan qo'shib aytganda 16 ming insonning tirikchiligi o'tmoqda hamda davlatga 56 million so'm soliq to'lamoqda. Bir so'z bilan aytganda 191 ming insonning qorni to'yadi. Davlatga 2 milliard 900 million so'm soliq to'lanadi. Bu 6 mingta yordamga muhtoj insonlarga bir oyda ijtimoiy ko'mak degani. Bu 5000 ta nogiron va keksalarga nafaqa degani. Bu 7 kilometr uzunlikdagi asfalt yo'llar hamda 57 kilometr uzunlikdagi ichimlik suvi tarmoqlari degani. Viloyat hokimligida bo'lib o'tgan sim orqali muloqot davomida viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov umumiy ovqatlanish shoxobchalari hamda sartarosh xizmatini ko'rsatuvchi tadbirkorlarga masalaning yana shu jihatlari haqida alohida to'xtalib o'tdi. Tushuninglar bu narsani. Karantin albatta o'zini yo'li bilan, lekin karantin deb o'tiradigan bo'lsak, qorinni nima bilan boqamiz? Ertaga iqtisod nima bo'ladi degan masala. Mana shu sharoitda yashashga, mana shu sharoitda ishlashga o'zimizni moslashtirmasak, ishxonamizni ham shunga moslashtirmasak, faoliyating to'xtab turaveradi. Bugun shunga to'pladim sizlarni. Moslashtirgizib ishlash niyatingiz bo'lsa agar, aytgan talabni qilgan oshxonasini shunga moslashtirgan, salonini shunga moslashtirgan tadbirkorga meni gruppam hozir aytib berishadi. Odamlarimni bo'lib qo'yganman, SESdan, soliqdan, prokuraturadan, boshqadan qilib. Aytasiz, men tayyorman deysiz, hamma yerga hozir telefon raqamlarigacha berishadi. Biz tayyormiz, kelib ko'rsin deysizlar, borib ko'radi. Saloningmi yoki anavi oshxonangni yurgizadigan bo'lsang, endi 100 ta odamga oshxonangiz mo'ljallangan bo'lsa, 50 ta odamni olasiz. Shu tartibga amal qiladigan bo'lsangiz,
shuni qila olayman deb kafolat yozib bersangiz, ruxsat beraman ochiring. Qarshiligim yo'q, qila olsangiz. Men hamma tomonni o'ylab, sizlarga yana bir marta aytayapman. Bu fikrni tashlayapman sizlarga. Qarishilab xulosa chiqarish o'zlaringdan. Men aytmoqchi emasman, bugun sizlarni chaqirdim, hammangga yettida ochasan deyotganim yo'q. Tayyorgarligingni qil. Kimingiz ertaga tayyorman desangiz, ertaga men odamim boradi. Ko'radi, kafolatingizni oladi, shunga javob beradigan darajada tashkil qilgan bo'lsangiz, ruxsat beraman, ocha olasiz. Indinga tayyor bo'lsang, indinga gaplashamiz. Bir haftadan keyin tayyor bo'lsang, bir haftadan gaplashamiz. Mana bugun sizlarga men fikrimni aytdim. Komissiya raisi sifatida ham viloyatda, shtab rahbari sifatida ham, viloyat hokimi sifatida ham. Hokim nima uchun hokim? Xalq borligi uchun hokim. Men sizlarga xizmatkorman. Nima xizmat bo'lsa davlat tomonidan, men tomonidan qonuniy faqat qilish kerak bo'lgan vazifa bo'lsa, men tayyorman sizlarga xizmat qilishga. Ikkinchi tomoni, xalqimizni yana bir marta aytayapman, qonuniy haqqi huquqini ushlash, o'zidan ketganlar bo'lsa joy-joyiga qo'yib qo'yish ham bu ham mening vazifam. Sizlarni himoya qilishga, birovga sen degizmaslikka, qonuniy talabing bo'lsa bajarishga men tayyorman hammalaringga. Yetib borishga ham, xizmat qilishga ham. Lekin hali aytganda qars ikki qo'ldan chiqadi deydi. Sizlar ham hali aytgan qonuniy agar talablarni bajarsalaringiz, shunda chiroyli bo'ladi hammasi. Ayni kunlarda viloyatimizda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlar faoliyatini rivojlantirish orqali xalqimizning turmush farovonligini yaxshilash maqsadida belgilangan chora-tadbirlar asosida tizimli ishlar olib borilmoqda. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, Ulug'nor tumanining Jalaquduq massivida intensiv usulda baliq yetishtirish yo'lga qo'yildi. Yoshlar bog'i uchun 600 gektar foydalanilmay turgan yer maydoni ajratildi. Endilikda mazkur hudud viloyatimizning ko'rkam joylaridan biriga aylanib, ichki turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi shubhasiz. Shuni alohida ta'kidlash joizki, bundan 60-70 kun oldin Ulug'nor tumanining Jalaquduq massividagi mana bu yerda mana bunday zamonaviy intensiv baliq ko'li barpo etiladi deb hech kimning xayoliga kelmagan edi. Viloyat hokimligi hamda viloyatimiz faollarining bamaslahatlikda, hamkorlikda amalga oshirilgan ishlar natijasida ko'rib turganingizdek, bundan 60-70 kun oldin qum barxlaridan iborat bo'lgan Ulug'nor tumanining Jalaquduq massividagi mazkur hududda zamonaviy intensiv usulda baliq ko'llarini barpo etilganligi ham fikrimizni yaqqol tasdig'idir. Endi bugungi kunda bu yerda nafaqat viloyatimizning ichki bozoriga, balki respublikamiz, kelgusida esa xorijiy xaridorlarga ham 7 xazinaning biri bo'lgan baliq mahsulotlarini yetkazib berish imkoniyati ham yaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu baliq ko'lni oldindan niyat qilib yurasdim, baliq ko'l qilaman deb. Mana prezidentimizga rahmat, hokimimizga rahmat. Shu joylarda ajratib berishdi. Mana baliq ko'limiz tayyor. 100 mingta baliq tashladik. Xudo xolisa 100 tonna baliq olmoqchimiz shu yerdan. Binolar qildik, mana sayyohlikni kengaytirish uchun binolar bitdi. Hozircha mana shu o'rtada odamlar kelsa bemalol dam olib ketish mumkin. Kelajakda O'zbekiston bo'yicha kelib dam olib ketadigan joy qilmoqchimiz shu yerlarda. O'zi 20 ta ish o'rni bor edi firmamizda. Bet qo'shilib yana 3 ta ish o'rni ochildi. Kelajakda sayyohlar kelib bemalol dam olib butunlay O'zbekiston emas, dunyodan kelsa ham kutib oladigan joy qilmoqchimiz rejada. Ko'l tepasiga so'rilar qilamiz, fontanlar qilmoqchimiz, yonboshlariga aylantirib besetkalar qilmoqchimiz. Bemalol dam olib ketishi mumkin kelib. Pandemiya sharoitida viloyat hokimining doimiy nazorati va e'tiborida, viloyat faollarining tashabbuskorligi asosida mana shunday murakkab bir davrda yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'lida kun-u-tun izchillik bilan intensiv baliq ko'lida olib borilayotgan aniq chora-tadbirlar haqida mazkur baliq ko'lidan tayyorlangan maxsus ko'rsatuvimizda batafsil so'z yuritamiz. Hozir esa aynan Ulug'nor tumanida muhtaram prezidentimizning ko'rsatmasiga asosan viloyat hokimi tomonidan qo'l urilgan yana bir ulkan loyiha haqida ma'lum
ma'lumot bermoqchimiz. Ma'lumki, davlatimiz rahbari 2020-yilda yoshlarga oid davlat siyosatida tub burilishlar yili bo'ladi deb ta'kidlab, bu borda joylarda tizimli ish tashkil etish yuzasidan sektor rahbarlariga aniq topshiriq va ko'rsatmalarni ham belgilab bergan edi. Ana shu topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hokimi tomonidan o'g'il va qizlar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi salbiy holatlarni oldini olish, yoshlarni jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik, erta turmush hamda yosh oilalar o'rtasida ajrimlar sodir bo'lmasligini ta'minlash maqsadida hududlarda mutasaddilardan dehqonchilik qilish uchun yer so'rab murojaat qilgan yoshlarning vakillariga ma'lum miqdorda yer ajratib berish, bu borda Andijonning o'ziga xos tajribasini yaratish, bu orqali joylarda yoshlar bog'ini tashkil etish yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Ulug'nor tumanidan yer olib bog' tashkil qilish, uning qator oralaridan unumli va samarali foydalanish borasida o'z biznes g'oyasi va loyihalari bo'lgan viloyatimizning shahar va tumanlaridagi tashabbuskor yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida viloyat hokimi boshchiligida ularga katta ko'mak berilmoqda. Yoshlarga dehqonchilikning sir-asrorlarini o'rgatish mas'ul mutasaddilarning doimiy e'tiborida bo'lmoqda. Ulug'nor tumanida yoshlar bog'ini tashkil etish jarayonida o'g'il va qizlar bilan suhbatlashgan viloyat hokimining o'rinbosarlari O'tkirbek Shukurov, Rustam Ismatillayev va boshqa mas'ul mutasaddilar yoshlarga har tomonlama yordam ko'rsatilishini, yerga ishlov berishda zarur haydov va chopiq traktorlar ajratilishini, bog'larni sug'orish uchun kerakli quduq qazish ishlari boshlab yuborilganligini, faqat ulardan yerga mehr berib, vijdonan ish tashkil etish vazifasi qolganligini mamnuniyat bilan e'tirof etdilar. Mana shu yerlar o'zi asli Andijon viloyatida bir qarich yer tillaga tegdi. Bugungi kunda muhtaram prezidentimizning siyosati, viloyatimiz hokimining sa'y-harakati bilan, tashabbusi bilan yoshlarga, ya'ni sizlarga, tashabbuskorlarga tekinga berilgan. Uni agrotexnik tadbirlari, ya'ni traktorda haydashi-yu, suvi-yu, mana hozir prezentatsiya qilib berdi o'zimiz rahbari. Suvi va boshqa tashkiliy hamma masalasiga davlat viloyat hokimligining boshligida shaxsan hokimimiz nazoratida o'zlari haydatib jadvalilayotganda mana yer, mana ishlov sizlardan faqat umuman aytganda mehnat qolyapti xolos. Bugun viloyatimizdagi o'zgarishlarni nafaqat keng va ravon ko'chalar, go'zal xiyobonlardan ham sezish mumkin, balki ko'pchilik aholi vakillari istiqomat qilayotgan ko'p qavatli uylarda yaratilayotgan sharoitlar ham buni o'zida aks ettirib turibdi. To'g'ri ta'kidladingiz. Bundan bir necha yilgina oldin ko'p qavatli uylar deganda barchaning ko'z oldiga muammolarga to'la uy kelar edi. Ushbu masalalarni ijobiy hal qilish uchun viloyat hokimining tashabbusi bilan qadamma-qadam o'rganish ishlari olib borganligini siz ham, men ham jurnalistik faoliyatimiz orqali guvohi bo'lganmiz. Biroq yaratilgan sharoitlar uchun aholi vakillari ham o'z vaqtida munosib javob bera olyaptilarmi? Tahliliy lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Bugun viloyatimizda jami 1713 ta ko'p qavatli uylar mavjud bo'lib, 46546 ta xonadonlarda 184 mingdan ziyod aholi vakillari istiqomat qiladi. Viloyat hokimining ko'rsatmasiga asosan 2013-2019 yillar davomida tijorat banklari tomonidan 310 ta uy-joy mulkdorlari shirkatlariga 142,7 milliard so'm miqdorida bank krediti hamda hududlarni obodonlashtirish uchun 35,7 milliard so'm mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan jami 1194 ta ko'p qavatli uylar ta'mirdan chiqarilgan. Aholini kuz-qish mavsumiga tayyorgarligini soz holatga keltirish borasida viloyat hokimligi tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida bugun hududlarda mana shunday ko'rkam uylar qad ko'tarib turibdi. Bir so'z bilan aytganda, tomimizdan chakki tommaydi, yerto'lamizdan esa zax chiqmaydi. Biroq keling olisga emas, yaqin o'tmishga. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 5-6 yil oldingi ahvolimizga bir xolis nazar tashlaylik. Chakka o'tgan tomlar, yorilgan kanalizatsiya quvurlaridan sizib chiqqan yerto'lalarni to'ldirgan axlat suvlari ta'siri ortidan kelib chiqqan noqulayliklar. Elektr ta'minotidagi doimiy uzilishlar, tabiiy gazning yetishmasligi ortidan kelib chiqqan muammolar. Mayli, bularni qo'ya turaylik. Yuqori qavatlarga ichimlik suvining chiqmasligi hammasidan ortib tushardi. Viloyat rahbarining shaxsan o'zi ko'p qavatli uylarning barida birma-bir yurib ularning ahvoli bilan tanishib, o'zining qat'iy nazorati ostida muammolarni bartaraf etganiga hali ko'p bo'lmadi. Uylarning ta'miri bilan bir qatorda ularning atrofida olib borilgan obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari, stadionlar, bolalar uchun o'yingohlarning qurilishi Andijon uchun chinakamiga yangilik bo'lgan edi o'shanda. Lekin biz bu yaratilgan sharoitlarning qadriga yetyapmizmi?
Yo'q, hattoki bizga sharoit yaratish maqsadida sarflangan kredit mablag'larini ham o'z vaqtida to'lamayapmiz. Ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, sarflangan 178,4 milliard mablag'ni qaytarishdan bo'lgan qarzdorlik viloyatimizda bugungi kunda 17 milliard so'mni tashkil etadi. Jamiyatda fuqarolarning huquqlari bilan birgalikda majburiyatlari ham bor. Hozirgi sinov davrida burchimizni qalban his etib, qarzdorliklarimizni o'z vaqtida to'lasak, bu pandemiya sharoitida aholining yordamga muhtoj qismiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy ko'makka, shuningdek, pandemiya asoratlarini bartaraf etishga va yana taraqqiyot yo'lidan dadil yuqorilashga o'zimizning qo'shgan hissamiz bo'ladi. Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda diniy saboq olish niyatida bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun rasmiy islom bilim yurtlari faoliyat olib bormoqda. Biroq ayrim yurtdoshlarimiz o'z farzandlariga diniy saboq berishda qonunbuzarlik yo'lini tanlayotgan bo'lsa, ayrim shaxslar o'z xonadonida noqonuniy hujra tashkil etmoqda. Joriy yilning 6-avgust kuni Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyat boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida o'z xonadonida noqonuniy tartibda hujra tashkil etib, voyaga yetmagan bolalarga diniy saboq berib kelayotgan shaxslar aniqlandi. Hozir shu haqda. Joriy yilning 6-avgust kuni Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyat boshqarmasi hamda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbir davomida Andijon shahri Cho'lpon 100 yilligi mahalla fuqarolar yig'ini Ulfatlar ko'chasi 4-uyda istiqomat qiluvchi 1995-yilda tug'ilgan Shamsuddinov Bobur Husniddin o'g'li belgilangan karantin tartib qoidalarini pisand qilmagan holda noqonuniy tartibda yashirin hujra tashkil etib, 13 nafar voyaga yetmagan bolalarga 50-100 AQSh dollari evaziga xususiy tartibda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga xilof ravishda norasmiy diniy ta'lim berayotganligi aniqlangan. Yana bir achinarli jihat shundan iboratki, mazkur shaxsdan saboq olayotgan ayrim bolalarning ota-onalari taqiqlangan diniy oqim a'zolari ekanligi kishi dilini xira qiladi. Xalqimizda olmaning tagiga olma tushadi degan purma'no naql bor. Olib borilgan tezkor tadbir davomida qonunga zid xatti-harakatlarni amalga oshirgan Bobur Shamsuddinovning otasi, Cho'lpon 100 yilligi mahalla fuqarolar yig'ini Ulfatlar ko'chasi 2-uyda yashovchi 1972-yilda tug'ilgan Husniddin Ortiqov ham o'z xonadonida yashirin hujra tashkil etib, 6 nafar voyaga yetmagan bolalarga diniy saboq berib kelayotganligi aniqlangan. Ushbu shaxslar amaldagi qonunga zid ravishda faoliyat ko'rsatgani yetmaganidek, karantin qoidalarini ham qo'pol ravishda buzganligi achinarlidir. O'z navbatida ota-onalarga shuni eslatib qo'ymoqchimizki, jigarbandiga diniy saboq berishda ayrim qonun buzilish yo'lini emas, balki rasmiy diniy muassasalarda saboq olishlari maqsadga muvofiqdir. Aynan shunda farzandingiz har tomonlama bilimli, komil inson bo'lib voyaga yetadi. Ayni paytda pandemiya sharoitidan kelib chiqib, viloyatimizning barcha shahar va tumanlaridagi tibbiy xizmat ko'rsatuvchi oilaviy poliklinikalarda 24 soat mobaynida navbatchilik guruhlari faoliyat ko'rsatishi belgilab qo'yilgan. Xo'sh, mazkur navbatchilik qismlarida ish jarayonlari qanday ketmoqda? Navbatdagi lavhamiz shu mavzudan tayyorlangan. Bugungi pandemiya sharoitida aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatishni yaxshilash borasida viloyatimizda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyat hokimining belgilab bergan reja topshirig'iga asosan barcha shahar va tumanlardagi qishloq oilaviy poliklinikalari hamda qishloq vrachlik punktlarida 24 soat mobaynida ish tashkil etilib, koronavirus infeksiyasiga chalinganlar uchun maxsus xonalar ajratilishi belgilangan. Oltinko'l tumanidagi 46-qishloq oilaviy poliklinikasida bo'lganimizda navbatchilik qilayotgan shifokor va 2 nafar hamshira tun yarmida o'z xizmat vazifasida faoliyatini davom ettirayotganiga guvoh bo'ldik. Mazkur muassasada COVID-19 yuqumli virusi bilan gumonlangan bemorlar uchun maxsus xona va surtma olish uchun kerakli jihozlar shay holatga keltirilgan. Ammo bunday sharoit boshqa hududlarda ham yaratilgan deb bo'lmaydi. Ijodiy jamoamiz bilan viloyatimizning Asaka tumanidagi 7-qishloq oilaviy poliklinikasida bo'lganimizda belgilangan rejaga asosan navbatchilik qismi tashkil etilgan. Biroq koronavirus yuqumli infeksiyasiga chalinganlar uchun ajratilgan maxsus xonada sanitariya holati qoniqarli emasligi, shuningdek, birinchi yordam uchun dori-darmon vositalari ham to'liq emasligiga guvoh bo'ldik. Keyingi manzil mazkur tumanning shoshilinch tibbiy yordam bo'limi bo'ldi. Tumandagi 350 mingdan ortiq fuqarolarga xizmat ko'rsatuvchi bo'limda jonkuyar shifokorlar tinim bilmay mehnat qilmoqda. Ammo binoga kirish va chiqishda fuqarolarni dezinfeksiyalash va nazoratdan o'tkazish borasida kamchiliklar kuzatildi.
Andijon shahridagi ko'p tarmoqli oilaviy poliklinika hududiga borganimizda bu yerda koronavirus yuqumli kasalligi bilan gumonlanuvchi fuqarolar uchun ajratilgan maxsus xona bizni e'tiborimizni tortdi. Aniqlanishicha, bu xonada kunduzgi navbatchilar ham ish faoliyatini olib borar ekan. Vaholanki, mazkur xonada faqat koronavirus yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar uchun muolajalar o'tkazilishi kerak. Mazkur xonaga bemorlar va belgilangan mutaxassislardan boshqa xodimlarning kirishi ham maqsadga muvofiq emas albatta. Ko'rib turganingizdek, butun dunyoni larzaga solgan pandemiyaga qarshi kurashishga munosib hissa qo'shayotgan tibbiy muassasalar belgilangan tartib asosida faoliyat ko'rsatishmoqda. Ammo 5 qo'l barobar emas deganlaridek, ayrim poliklinikalarda bu borada talab darajasida ish tashkil etilmagan. Umid qilamizki, mutasaddilar yo'l qo'yilgan kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etishadi. Zero, bugun ko'rilgan chora-tadbirlar xalqimizning tez orada osuda hayotga qaytishida muhim omil bo'lib hisoblanadi. Bu 7 kun axborot tahliliy ko'rsatuv edi. Xayrlashish avvalida barchangizga boshlanayotgan yangi hafta xayrli va sermazmun kelsin deymiz. Karantin davrida o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.